Assalomu alaykum. Bu gazli magistral gaz quvurlar ko'rinasi qarashli. Gazli Ural gaz quvurini navbatdagi kilometrdagi gaz quvurlari. Mana qarang. Teshilish holatiga kelgan bu birrak bo'lgan. Birrak ana shu teshiladi, o'sha teshiladigan holatda. Mana shuni aqli ko'zi bor odam ko'radi ana. Mana shunday yaroqsiz holatga kelgan, lekin bular hujjatda hammasi almashtirilgan deb, mana qarang. Hammasi yaroqsiz holatda. Buni kichkina bolg'acha bilan urish mumkin, lekin bolg'acha bilan urish xavfli. Teshilib ketishi mumkin. Gazli magistral Uztransgaz rahbariyati ham bu holatdan xabar bor. Lekin e'tibor qilmaydi. Bu turbalarni almashtirilgan deb, balki yangisini sotib pulni yeyishlar mumkin. Mana 100 metrdan ortiqroq joyi. Mana bu yerdan bir 20 metr joy almashtirilgan, lekin almashtirilganiga ham eski turba qo'yilgan. BU oldin ishlatilgan turba qo'yilgan. Buni menimcha bizda kuzatuvchilar shu texnologiya sohada ishlagan bo'lsa tushunadi. Mana almashtirilgan shu yergacha. O'zi qarang, boshlangan joyi yana teshiladigan holatda, birrak holatga kelib qolgan. Mana bolg'a bilan ursa teshiladi ana. Ana shu turba, mana qarang. Birrak holatda bular. Bular hammasi birrak holatga kelib qolgan. Lekin bular hisobotda hammasi almashtirildi, hammasi yaxshi deb puli ishlatilgan yoki boshqa qilingan. Sababi xo'sh, rahbarlarni, Uztransgaz rahbarlarini mas'uliyatsizligi sababli bu gazli magistral gaz quvurlari, Buxoro gazli gaz quvurlari ana shunday yaroqsiz holatga kelib qolgan. Mana bu yog'i ham mana shu oldin ilgari ishlatilgan gaz trubasi mana shu yergacha, mana svarga qilingan joygacha ulangan. Bu yog'i yana birak holatdagi turbalar, mana chirib ketgan. Chirib tamom, buni ko'mib tashlashadi. Tamom. Bu bunaqa o'nlab kilometr yer ostidagi turbalar xuddi shunday avariya holatda. Hattoki ba'zi bir xil joylardan gaz chiqib yotibdi. Bizning tabiiy boyligimiz bo'lgan gaz chiqib yotibdi. Havoga chiqib yotibdi. Million